Eshityapsizmi? Men ham eshityapman. Bu mani yurak ovozim. Faqat u bugun har doimgidan ham ko'ra boshqacha uryapti. Chunki hayajon kuchli, biroz bezovta. Bugun sizdan olayotgan vaqtimni shunaqa chiroyli qilib, mazmunli qilib o'tkaza olamanmikan? Shunaqa chiroyli konsert dasturi qilib bera olarmikanman degan bir katta mas'uliyat bor bo'ynimda. O'zi bilasizmi, yaqinlarim oldiga chiqqanimda, siz sevimli muxlislarim oldiga chiqqanimda har doim bu hayajon va bu bezovtalik meni yana ham katta mas'uliyat bilan bosib qo'yadi. Lekin men bugun juda ham xursandman. Chunki ishonamanki, bugun Xalqlar do'stligi san'at saroyidagi 3-yakkaxon konsert dasturim albatta siz sevimli muxlislarimni qo'llovi ostida yana ham chiroyli, yana ham fayzli va yana ham go'zal bo'lib o'tadi. Bunga ishonaman. Bugun men sahnaga yolg'iz chiqmayman. Bugun men sahnaga siz bilan chiqaman. Ko'ngil yaqin bo'lsa, qalb birga bo'lsa, sahnada ham bayram bo'ladi. Operator, yaxshi olyapsizmi? Gapni nimadan boshlasam ekan? Xullas, bugun men sizlarga Sevinch Ismoilova haqida emas, Ismoil va Sevinch haqida gapirib bermoqchiman. 2000-yil aynan shu oyda 22-yanvar kuni Ismoilovlar oilasida Xorazm viloyati Urganch shahrida jajjigina qizaloq dunyoga keldi. Ha, albatta bu men edim. Oilada to'ng'ich farzand bo'lganligim uchun oilada ham, jamiyatda ham, maktab, o'qish, xullas har doim hamma joyda mas'uliyatli bo'lishga undashardi. Bilasizmi, ota-onam men bilan faxrlanishlari uchun har doim namunali farzand bo'lishga harakat qilganman va o'ylaymanki, ular har doim men bilan faxrlanishgan. Ota-onamni menga bergan ushbu ishonchini oqlashga har doim harakat qilganman. Bilasizmi, bolaligimdan to katta bo'lgunimga qadar ichimda bir boshqacha hissiyot bo'lardi. Bu o'sha san'atga bo'lgan qiziqish va san'atga bo'lgan olov edi. To'g'risini aytsam, bu menga bobomdan meros. Ha, aytgancha, axir bobom haqida sizga aytib bermabman-ku. Bobom Islom Bobojonov, o'sha xalq suygan, o'zini davrida katta yetuk ustoz san'atkor bo'lgan inson. Hattoki ustoz san'atkorlarimizdan Ortiq Otajonov ustozimiz ham bobomning shogirdlari bo'lganlar. Menimcha, men eng kichkina, eng kenja shogirdlari bo'lsam kerak. San'atga bo'lgan muhabbat, san'atga bo'lgan sevgi aynan bobomdan meros bo'lib o'tgan desam, aslo adashmagan bo'laman. 2022-yil hayotimni butunlay o'zgartirib, meni Ismoilova Sevinchdan Sevinch Ismoilovaga aylantirgan yil bo'ldi. Ya'ni bu o'sha qo'shiq. Aynan shu yildan boshlab belimni mahkam bog'lab, ijodda, san'atda shiddat bilan ijod qila boshladim. Ketma-ket taronalar yaratdim. Bilasizmi, taronalarni, qo'shiqlarni shunchaki aytmadim. Ularning har bir so'zlari meni qalbimdan vulqon kabi otilib chiqqan satrlar edi. Har bir ohang sizni g'amdan olib, zo'r kayfiyatga bog'lash uchun, sizni yana ham quvnoq ko'rish uchun, xullas sizga ajoyib kayfiyat ulashish uchun yaratildi. Yana bir muhim sana, 2024-yil. O'sha 20 yildan buyon xalqimizni qulog'iga singib ketgan Olov Nur Media taqdim etadi deb aytilgan satrlar. Ha, aynan shu yili biz Olovdin og'amiz bilan birgalikda tanishib, bizning ko'p yillar davomida beriladigan yakkaxon konsert dasturlarimizga kelishuv shartnomalarini imzoladik va mening ilk yakkaxon konsert dasturim Xalqlar do'stligi san'at saroyida 2024-yil bo'lib o'tdi. Bugun esa Xalqlar do'stligi san'at saroyida o'zimning 3-yakkaxon konsert dasturimni siz aziz muxlislarim bilan birgalikda o'tkazishga
tayyor bo'lib turibman. Sizchi? Siz tayyormisiz? Bugun sahnada qo'shiq emas, yuraklar kuylaydi. Unda kutib oling. Sizning orangizda duoda bugun yuzim yorug' bo'lsin deb oyoq qo'li qaltirab so'rayotgan sizning erkatoy xonandangiz Sevinch Ismoilova sahnada.